Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun sotuvda bir necha xil turdagi va bir necha xil yoshdagi jo'jalarimiz sotuvga qo'yilyapti. Ya'ni manzil Namanganda joylashgan, dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda mavjud va sizlar ko'rib turganlar Adlerlarda jo'jasi, ya'ni 4 kunlik. Soni 200 dona, narxlari 30 ming so'mdan sotiladi. Ya'ni bemalol nechta bo'ladigan bo'lsa, buyurtma berishingiz mumkin. Xo'roz makonligiga to'xtaladigan bo'lsak, 50 ga 50 chiqadi. Ya'ni ajratilmagan, saytovka qilinmagan. Bulardan keyingi sotuvdagi parrandalarimiz, bular ham Adler jo'jalari, faqat bularga qaraganda nisbatan kattaroq, ya'ni 12 kunlik jo'jalarimiz. Bularda soni jami 100 ta, narxlari 35 ming so'mdan. Ya'ni bular ham dastlabki xizmatlarga kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Bu ko'rib turgan jo'jalar esa Leghorn Belly standart, ya'ni tuxum yo'nalishdagi parranda. Bular ham Adlerdan keyin mana bular ham endi asta-sekinlik bilan trendga chiqayotgan parranda turlaridan. Ya'ni 12 kunlik. Bularning ham xo'roz makoni aralash, narxi 40 ming so'mdan baho aytilyapti. Bu ko'rib turganingiz esa Rhode Island va Adlerlarda 1 oylikdan o'tib qolgan jo'jalar, ya'ni 1 oylikdan o'tgan, o'sha o'lim holatidan o'tib qolgan, xudo xolasa bu yog'iga mushukka ogizdirmasdan boqadigan bo'lsangiz, bemalol katta qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bularning narxi 60 ming so'mdan baho aytilyapti, ya'ni sotilyapti. Va mana oxirida sotuvdagi parrandalarimiz 1 oylikdan o'tgan, ya'ni 2 oylikka qarab yaqinlashib ketayotgan parrandalar. Bularning narxini ham optim olishadigan bo'lsa, mana bizda obunachilarimiz maza qilsin, ya'ni 60 ming so'mdan baho qilib berishyapti egalari. Manzilni takrorlab o'tamiz, Namangan shahrida joylashgan, dastlabki xizmatlari kelishilgan holda mavjud. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang.